Bu issiqda yuzga umuman hech narsa surgisi kelmaydi-da odamni. Hozir men sizlarga umuman oqib ketmaydigan, idealniy turadigan va quyoshdan bizani himoya qilib beradigan makiyaj ko'rsataman. Такой нежный, свежий. Birinchi tonerni olasizlar. Sepasizlar yuzlaringizga. Namlantirib, muzdekini qilib beradi yuzlaringizni. Issiqda qanaqa sizlar chanqab ketasizlar-ku, mana shunaqa yuzimiz ham chanqaydi. Mana shu toner bersalaringiz, maza qilib suv ichadi yuzlaringiz. Ikkinchi bo'lib, конечно, SPF. Men yuzim quruq, shuning uchun ozgina namlantirib turadigan SPF ishlataman. Ammo ton bermaydi bu SPF. Bu SPFdan keyin sizlar quyoshga bemalol chiqa olasizlar. Yuzlaringiz umuman kuyib, qorayib ketmaydi. Baryeri shikastlanmaydi. Bunaqa issiqda ko'chada yuradiganlarning tonalnisi, bibishkasi oqib ketadi. Lekin bizda shunaqa narsa bor, вот kontrol. Ya'ni tonini bir tekis qilib beradi, kichkina dog'lar bo'lsa yopib beradi va umuman oqib ketmaydi, как будто o'zlaringizning terilaringizdek turadi. Bir tomonimga surmoqchi edim, yana esimdan chiqdi, sizlarga ko'rsatish, davaydi, shuni ko'rsataman. Ozgina oppoqroq ko'rinishni xohlagan qizlarimizga ham вообще idealniy tushadi. Buni ustidan ochiqroq tonalni ishlatsalaringiz ham bo'ladi keyin. Просто o'zi bilan yursalaringiz ham bo'ladi. Idealniy turibdi. Biroq o'zimni terim oppoqqina. Buyog'imga esa mana hali suribmagan. Keyinsiz narsalar kiysalaringiz, badanlaringizga ishlatsalaringiz ham bo'ladi. Bo'ynim bilan ishlataman, bo'ynim ajralib qolmasin. Kirishga chiroyli edi, mana tushib ketgan. O'zining ichida namlantiruvchisi bo'lgani uchun ham yuzlaringizni такой свежий qilib beradi. Mana bu oqi bor-ku, oq ton beradigani juda bilib qolmaydi. Bugun qanaqadir kayfiyatim yo'qdaymi, zerikkandaymanmi? Ko'zimga ko'rsang qorasi yo'qadi. Koreyskiy narsa sotib, xuddi koreyankalar deb yonadigan bo'lib qolganman. Labimni